Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, qaranglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar so'rasanglar Firdavsul a'loni so'ranglar deganlar. Amallarimiz shu eson-omon jannatdan o'malab o'tib olsak o'zi katta gap, to'g'ri. Lekin Rasululloh bizni himmatimizni oliy bo'lishini istayaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga qarab, "Ey, Banu Isroildagi bitta kafirchalik ham bo'lmaysizlarmi?" dedilar. Kim edi u kampir? Nimani orzu qilgan edi? Bir arobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga ikrom ko'rsatib, "So'ra." So'ra hojatingni. Rasululloh, mingani bitta tuya bo'lsa, bir echki bo'lsa-ki, ayolim sog'ib bizga sutini bersa, deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu gapini aytdilar. "Ey, Banu Isroillik bitta kafirchalik ham bo'lmaysizlarmi?" Ya Rasululloh, kim edi o kampir? Nima qiladi o kampir? Bu hadis sahih birodarlar. Musa alayhissalom hadisning mazmuni. Musa alayhissalom Banu Isroil bilan Misrdan chiqqanidan keyin yo'lni yo'qotib qo'yishdi. Falastinga ketadigan yo'lni yo'qotib qo'yishdi. Shunda Musa alayhissalom so'radi Banu Isroil ulamolardan, nima gap? Ular aytishdi, Yusuf alayhissalom o'lishidan oldin bizdan ahd olgan, bizdan va'da olgan Banu Isroil ulamolaridan. Nima deb? Agar Misrni tark qilib chiqib ketadigan bo'lsanglar, meni yotgan joyimdan olib chiqib ketasizlar o'zingizlar bilan. Uni yotgan joydan olib chiqib ketmaydigan bo'lsak, bizga yo'l yo'q deyshti. Endi Musa alayhissalom bilan Yusuf alayhissalom o'rtasida juda katta uzoq muddat o'tgan. Shunda kim biladi uni qabrini dedi? Bir qari kampir bilishligi ma'lum bo'ldi. Olib kelinglar uni Musa alayhissalom. Olib kelishdi. Yusuf alayhissalomning qabrini bilasizmi qayerdaligini? Bilaman. Ko'rsatingiz dedi. Ko'rsatmayman. To meni talabimni bajarmagunimcha ko'rsatmayman dedi. Nima talabingiz bor dedi? Jannatda siz bilan birga bo'lish dedi.